Miskulasal menda vokabularya bilan grammatika yaxshi, lekin speakingga kelganda tilim jingalak bo'lib qoladi. Buni qanday to'g'rilasam bo'ladi? Bu muammoning asosiy sababi siz grammatikadan va lug'atdan o'rgangan bilimlaringiz passivligida. Ya'ni yangi grammatik struktura o'rganganingizda va yangi so'z o'rganganingizda siz ularni speechingizda ishlatishga harakat qilmagansiz. Shunday qilib, ular passiv vocabulary va passiv knowledge ga tushib qolgan. Albatta bu muammoga yechim kommunikatsiya. Men shaxsan o'zim ikkita metodikadan foydalanganman. Birinchisi bu atrofimda bo'layotgan ish harakatlarini va holatlarni tasvirlash. Bir xonada o'tirganingizda yoki piyoda yurib ketayotganingizda hamma narsani ingliz tilida xayolan yoki og'zaki tasvirlab borishingiz kerak. Va ikkinchisi bu oynaga qarab gapirish, uyda aksingizga qarab speakingizni practice qilsangiz bo'ladi va bu passiv bilimlarni aktivga o'zgartirishga yordam beradi.